Mana va nihoyat bahorgi zelyonlardan keyin biz nima yutuqlarga erishdik? Bu ko'chatimiz o'tgan yil 2025-yil mart oyida payvand bo'lgan. Mana bu yil 2026 ikkinchi bargini ko'ryapti. Endi bizdagi qiladigan ishlarimiz mana qanday holatga kesilishiga, novdalar bizga ko'tarilishini ko'rib turibmiz. Bunda nimalar olinadi, nimalarga amal qilamiz. Ichki kaltaklar ketadi. Tashqari chiqadigan kaltakka e'tibor beramiz. Biz asosan qiladigan ishimiz ertaligini o'ylagan holatda mana bu kaltak bizga keragi yo'q. Pastdan chiqqan tagi merablanda. Endi bizga jumboq bo'lgan qiyin joydan biri tepadagi holat. Qarang, qanday erkinlik bilan ochilib qolyapti. Kaltak qolmadi-ku, yo'q. Bizda asosan ishlaydigan mana bu kaltaklar. Qanot kaltak kerak bo'lsa mana. Hali bizga to'ldirib beradigan jarayonlar bor. Videoni o'tkazishga shoshilmang. Hozir mana xuddi shu ko'chatni 1 yil oldindagi holatini ham qo'yib o'tamiz. Endi tepaga kelamiz, tepani olishimiz kerak. Hisobini olgan holatda mana 2 dona qoldi. Bizga yon qanotdagi kaltaklar bor. Biz kalta chopib tashlab ko'p narsa yo'qotyapmiz. Mana mandagi usulda yuqori kesib nima natijalarga erishamiz? Birgalikda ko'ramiz. Faqat videoni o'tkazmang, boyaga aytganimizdek. Mana 3 qismini olib qo'yamiz. Nega? Mana bu kaltaklarga ish beradi. Bu kaltaklar bizga hozirgi sanamiz 2026-yil 1-iyun. Endi bizga hali iyunning oxirigacha yaxshi o'suv davrimiz bor. Ikkinchi o'suv davrimiz avgust oyida bo'ladi. Mana kerak yo'q. Bizga hosilxona kaltakka qo'yib ishlatamiz. Novdalarni tashqari kurtakka qo'yib olamiz tepasini. Mana unisini ham. Mana qarabsizki, bizga qanaqa vazasimon hosil bo'ldi. Keling shuni o'tgan yildagi boyaga aytganimizdek ikkinchi bargini tugatib, 3-barga o'tilgan holatini ham ko'ramiz. Mana o'sha sizga aytib o'tgan Black Diamond olxo'rimiz. Bu olxo'rini noldan tarbiyasi mana kanalimizda qo'yib kelinyapti. Har bir etapi bilan ana endi biz boyagi qanot kaltaklar deganimiz mana bizga shular nimani beryapti mana. Bunda hosil yo'q-ku degan savolimiz ham tug'iladi. Yo'q. Hosil yo'q emas, hosilimiz bor. Mana hosillar o'z o'rnida. Faqat mana mevalarimiz bizda bahorda yaqinda juda katta dovul bo'ldi, kuchli shamol bo'ldi. Mana pastda hosillarimiz tagida turibdi. Ancha-muncha to'kilgan. Mana to'kilgan qismlari mana. Hosilimiz yaxshi edi. Ikkinchi bargida biz nima yutuqlarga yetib keldik? Endi bunda qiladigan ishimiz qanot kaltakka mana. Biz aytib o'tgan bitta boyaga ko'rsatganimizda mana bu kaltakchilar qanaqa go'zal edi. Bular ham xuddi o'sha singari edi. Bizga hosilxonani qanday go'zal taxlab beryapti. Mana e'tibor beramiz. Shaxmat holatda. Endi bizga qalinlik qiladigan o'rni bor. Ichkari qismda keragi yo'q. Negaki har bir qilayotgan ishimizda biz keyinini, ertasini o'ylashimiz kerak. Mana bu ham hosilxona. Bizda tagi ustilik bor. Kerak emas, qizg'onmasligimiz kerak. Hosilga keladigan bo'lsa mana. Endi qanotdagi kaltaklarni olamiz. Ichkariga o'sadigan xom kaltaklar keragi yo'q. Mana bu tashqaridagi ham keragi yo'q. Negaki mana bizga yetarli
novdalarimiz bor. Tezlik bilan biz ichkarini ochishimiz kerak. Bahorgi zelonisi o'z o'rnida bo'lgan. Ichkarida hosilxona qo'yishimiz kerak bo'lgan kaltaklar mana. Bularga biz quyosh nurini, ichkarida yorug'likni yaxshi ta'minlab berishimiz kerak. Quyosh nurini tushirib, ana o'shanda biz daraxtni sifatli mevalarga ishlashiga yordam beramiz, yordam bergan bo'lamiz. Biz 2 yilda nima yutuqqa erishdik? O'zingiz mana guvohi bo'lib turibsiz. Bizda hali ham suv yo'q. Suv yo'q. Merablanda deganimiz suvsizlikka ancha-muncha bardoshli ekan. Padbo'yi Merablanda aytib o'tganimizdek. Tashqarini 3 qismini avgust oyidagi abreskada olamiz. Agar hozirda olsak, yon qanot kaltaklarda mevalari hammasi uyg'onib ketadi. E'tibor bersangiz, birortasini 3 qismiga tegmadim. Faqat yosh ko'chatni o'stirish uchun kaltaklar 3 qismiga olishga qaychi ishlatsangiz bo'ladi. Hosilxona ham bizga kerak yo'q ichkari tomonda. Qalinlikni ochishimiz kerak biz. Mana hosilxonalarimiz yetadi, gul qutaylarimiz. 2 yildagi balandligimiz kamida 4-5 metrga bo'lib turibdi. Endi yordamchim yo'q edi videoga olishga, tepasiga chiqib aylanasiga kesib tushamiz. Biz har gal aytib o'tamiz, qanday kaltakni olib, qanday kaltakni qo'yish. Ana o'shanda erishadigan yutuqlarimiz bizga mukofotlarini ko'rsatyapti. Mana va nihoyat tepa qismi ham olib bo'lindi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Bundan-da chiroyli, bundan-da kuchli natijalar sizni kanalda kutmoqda. Endi eng qizig'i o'tgan yil bo'ladigan bo'lsa, mana 2024-yilda payvand bo'lgan ko'chatni qarang, qanaqa 2 metr balandlikda bizni ko'tardi. Mana shu yerga turib shoxini kesishga erishdik. Narvonimiz yo'q edi. Mana sizga natija, mana sizga xulosa. Kommentariyada kutib qolaman sizdan. Siz bilan xayrlashmayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.